Xuddi son masalasidan bir ish edi. Boshliq tunagan men chaqirib 2 yillik o'qishga vatay deb meni shunday bir vazifa o'rnashtirdi. Shuningga boray desam, sen bilan balam qog'da ko'yda. Xotirjam bo'lamoqdakmi? Lekin bormay desam, qara. Bormay desam, bugun boshliq satko'rin qilma. Hech qanday so'z ochamayman oldida. Shuningga men bir maslahat ko'rsatgan bo'lsam. Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom. Hemen sanki o'qishga borsangiz qarang, bolangiz bilan men qolmay shu bolangiz dadam o'qishga ketdi, opam ishlaydi deb maktabda yaxshi o'qimay, yaramsiz odam bo'lib qolish mumkin. Yaramsiz odam bo'lib qolsa qanday bo'lib qoldi? Shu jamiyatda rol olmaydi. Keraksiz bir odamga aylanib qoldi. Shundan men o'qishga bormisiz, uyda qolsangiz, amningiz o'smaydi, unvoningiz o'smaydi, hech nimangiz o'smaydi, maoshingiz o'smaydi, siz men qarab o'tirsiz, bolangiz bilan sizga qarab o'tirmiz. Hurmat, ishga ucha qadash. Men o'yinda qalaymi qolgan. keldimi? Kelmadan nima bo'ldi birash 100 bermeyanda? Ben jiddiy telefon qildim-ku. Men o'yinni qara. Uyan sotamdan yandim qalaymi qanchalik bor? Nadikin adashay. Men hozir kelgan. Uyg'ur kiribdi adash. Tova, uyg'ur kirsim senday qo'shig'anman bu. Qanday bir muhim narsa tutmaganda? Utibdi. Eng muhim narsa utibdi. Nima tutdi? Soqchiqmalik qilingmi? Oyolim utibdi adash. Qo'ydaga. Sizlar bu yerga irodinglarni ching'aytqil kelgan. Bu yer sizlar uchun o'zingni chiniqtirgan yaxshi fursat. Sizlar bugundan boshlab, hamda hozirdan boshlab mening qo'mondonligimga qat'iy rioya qilsizlar. Oldinglarmi? Oldik! Oldinglarmi? Oldik! Oldingmi? Oldim. Oldingmi? Oldim. Oldingmi? Oldim. Oldingmi? Oldim. Atudan boshlab, egrimash boshlandi. Sizlarning dam olish vaqtinglar oraliq 2 soat. Atiki mashqqa uyga jatni tayyorlab qo'yinglar. Tarqinglar.
Köygen nimdeydi? Ha? Ne kapacağız? Tamam kimin baram kemiz? Baram kemiz. Evet. Yok uyu battı hemen hemen. Sakıdası? Anladım.